Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanidan magistrlik fanlarida laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish mavzusi bo'yicha fikr almashamiz. Ushbu taqdimotda magistrlik dasturlarida laboratoriya mashg'ulotlarining o'rni va ahamiyati, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan mustahkamlash usullari, shuningdek, amaliyot va tadqiqot usullarini o'rgatishning ilmiy asoslari atroflicha muhokama qilinadi. Biz bilim, ko'nikma, tadqiqot tushunchalarining o'zaro bog'liqligini diagramma shaklida ko'rsatib o'tamiz. Magistrlik darajasida laboratoriya mashg'ulotlarining ahamiyati qanday? Ya'ni ularning maqsadli tadqiqotlar borishi, bitiruvchilar fikri, tanqidiy fikrlash holatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni maqsadli tadqiqotlar laboratoriya mashg'ulotlari magistrlarga chuqur ilmiy tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu ularga murakkab muammolarni aniqlash, gipotezalarni shakllantirish va eksperimental tekshirish imkonini yaratib beradi. 2023-yilgi so'rovnomaga ko'ra, bitiruvchilarning 85% laboratoriya tajribasini o'z kasbiy rivojlanishidagi eng muhim jihat deb baholagan. Bu ularning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini oshirgan. Buni demak o'sha bitiruvchi magistrlar fikri asosida olingan holat deb qarash mumkin. Laboratoriya ishlari tanqidiy fikrlash va muammoni yechish qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu mashg'ulotlarda talabalarning ushbu ko'nikmalarini 40% gacha yaxshilaganlik holatini ko'rib chiqishimiz mumkin. Zamonaviy yondashuvlar va innovatsion tendensiyalar qanday? Ya'niki zamonaviy ta'lim metodikalarida laboratoriya mashg'ulotlari an'anaviy yondashuvlardan uzoqlashib, innovatsion tendensiyalarni o'z ichiga olmoqda. Loyihaga asoslangan o'qitish va guruhdagi ishlar talabalarning hamkorlikdagi muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bir qancha demak metodlar yoki bo'lmasa virtual laboratoriyalar, ochiq fanlar kabi tendensiyalarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Bunda talabalarni real hayotiy loyihalarga jalb qilish, ularning amaliy ko'nikmalarini oshirish va kreativ yondashuvni rag'batlantirish yoki bo'lmasa smart laboratoriya platformalari orqali masofaviy laboratoriyalardan foydalanish, resurs cheklovlarini bartaraf etish va ta'limga kirish imkoniyatlarini oshirish. Ushbu platformalarning soni so'nggi yillarda sizga ma'lumki, hozirda 30% gacha oshib bormoqda. Ochiq fan tamoyillari asosida ilmiy ma'lumotlar almashinuvini tezlashtirish, tadqiqot natijalarini keng jamoatchilikka ochiq qilish va hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim tendensiyalar hisoblanadi. Laboratoriya mashg'ulotlarini samarali rejalashtirish. Ya'niki mashg'ulotlarni samarali rejalashtirish o'quv natijalariga erishish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Har bir mashg'ulot aniq bosqichlarga bo'linishi va vaqt taqsimoti ilmiy asoslangan bo'lishi kerak. Ya'niki nazariy tayyorgarlik 20% gacha, amaliy tajribalarni olib borish holati eng yuqoriga o'sha 50% gacha holatda, natijalarni tahlil qilishga va hisobotlarni tayyorlashga esa 30% demak samarali rejalashtirishni amalga oshirish mumkin. Mashg'ulotlar uchun aniq o'lchanadigan o'quv natijalarini belgilash juda ham muhim hisoblanadi. Masalan, X kimyoviy elementlarini biror xil bir elementni 98% aniqlikda aniqlash kabi konkret maqsadlar qo'yiladi. Zarur jihozlar va reaktivlar ro'yxati oldindan tayyorlanadi. Barcha talabalar uchun majburiy 8 soatlik xavfsizlik treningi tashkil etiladi. Texnologiyalarni integratsiya qilish imkoniyatlar va vositalari qanday? Zamonaviy texnologiyalarni laboratoriya jarayonlarida integratsiya qilish magistrlik
ta'limida yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Stimulyatsiya va modellashtirish dasturlari murakkab tajribalarni virtual muhitga o'tkazishga yordam beradi. Dasturiy ta'minot qanday bo'ladi bunda? Bunda masalan o'sha Python yoki ANSYS kabi dasturlar ilmiy hisob-kitoblar va ma'lumotlar tahlilida keng qo'llaniladi. Magistrlarning 60% ushbu dasturlardan faol foydalanib kelmoqda. Virtual laboratoriyalarda cheklangan resurslarga ega universitetlar uchun xarajatlari 70% gacha kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga talabalarga yuqori sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratib beradi. Ma'lumotlar tahlili esa lot sensorlaridan real vaqt rejimida ma'lumot yig'ib olish va vizualizatsiya qilish tadqiqotlarning aniqligi va samaradorligini oshirishga imkoniyat beradi. Laboratoriya faoliyatini baholash usullari qanday? Magistrlik laboratoriya mashg'ulotlarining samaradorligini baholashda aniq va shaffof mezonlar qo'llanilishi kerak. Bu talabalarning amaliy ko'nikmalari, tajriba natijalari va ilmiy hisobotlarini obyektiv baholash imkonini beradi. Amaliy ko'nikmalar, tajriba natijalari va ilmiy hisobot va taqdimotlar yuqorida aytib o'tilgani kabi mos ravishda foizlarda ko'rsatib o'tilgan. Baholashda detalli rubrikalardan foydalanish baholash aniqligini 90% gacha oshiradi. Magistrlik dissertatsiyasining bir qismi sifatida yoziladigan ilmiy hisobotlar talabalarning tadqiqot natijalarini umumlashtirish va taqdim etish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, seminarlar va konferensiyalarda natijalarni taqdim etish orqali talabalarning muloqot va muhokama qilish ko'nikmalarini oshiradi. Laboratoriya mashg'ulotlaridagi muammolar va yechimi qanday? Demak, har bir mashg'ulot, kelinki ma'ruza bo'lsin, kelinki seminar bo'lsin, amaliy mashg'ulotlar bo'lsin, barcha mashg'ulotlarda shu qatorda laboratoriya mashg'ulotlarida ham o'ziga yarasha muammolar hosil bo'ladi va ularni yechimlari mavjuddir. Shunday qilib, magistrlik laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda bir qator muammolar mavjud. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eng ko'p uchraydigan muammolar jihoz yetishmasligi, ya'ni 35% gacha bu holatni kuzatish mumkin. Moliyalashtirish yetishmasligi 25% gacha va vaqt cheklovi hisoblanadi. Moliyalashtirishni oshirish uchun qanday yechim ko'rishimiz kerak? Xalqaro grantlar va sanoat hamkorligi orqali qo'shimcha moliyalashtirishni jalb qilishimiz kerak. Bu qo'shimcha $50,000 moliyalashtirishni ta'minlashi mumkin. Virtual laboratoriyalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishimiz kerak. Va eng muhimi malaka oshirish, ya'ni professor o'qituvchilarning uzluksiz malaka oshirilishi. Demak, yillik 20 soatlik trening orqali ularning zamonaviy metodikalar va texnologiyalardan xabardorligini oshirish muhim yechimlardan biri hisoblanib keladi. Amaliy misol holatda aqlli materiallar ilmiy tadqiqot laboratoriyasini ko'rib o'tishimiz mumkin. O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakultetidagi aqlli materiallar ilmiy tadqiqot laboratoriyasi magistrlik ta'limidagi muvaffaqiyatli amaliyotga yorqin misol bo'la oladi. Demak, universitetimiz O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakulteti tadqiqot yo'nalishi nanomateriallar sintezi va ularning xossalarini o'rganish, olingan natijalar va ular bilan hamkorlik qilgan Toshkent texnologiya instituti, kimyo texnologiyalari instituti va ulardan olingan yillik natijalar va qo'shma loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilganligi, buni hamkorlikda ilmiy izlanishlar va ko'lamini kengaytirilganligi hamda talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratilganligini aqlli materiallar ilmiy tadqiqot laboratoriyasi misolida ko'rib o'tishimiz mumkin va shu tarzda biologiya fanlaridagi o'sha biologiyaning maxsus fanlari hisobida ham laboratoriyada mana shunday ilmiy tadqiqot laboratoriyalarini
namuna sifatida olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Laboratoriya ta'limining kelajakdagi tendensiyalari qanday bo'ladi? Demak, laboratoriya kelajakda ta'limi sun'iy intellekt, mashina o'rganish va internet of Things kabi ilg'or texnologiyalar bilan tobora ko'proq integratsiyalashadi. Bu esa laboratoriya jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotni tahlil qilishni optimallashtirish va o'qitishni shaxsiylashtirish imkonini beradi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish yoki Internet of Things, shaxsiylashtirilgan o'qitish, bular o'zaro, demak, laboratoriya jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish, eksperimental xatolarni minimallashtirish kabi bir qancha o'sha foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Aqlli laboratoriyalar jihozlar yordamida, demak, real vaqt rejimida monitoring qilish, ma'lumotlarni yig'ish va ularni masofadan boshqarish imkoniyatini beradi. Bu yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, vaqt muammosini, chegarasini yo'qotib, demak, o'rganuvchi, ya'ni tadqiqot olib boruvchini laboratoriyada o'zining amalga oshirayotgan ishlari bo'yicha natijaviyligini olishga imkoniyat beradi. Har bir talabaning ehtiyojlari va o'quv uslublariga moslashtirilgan tajriba dasturlarini yaratish va bu orqali ta'lim samaradorligini oshirish, bu shaxsiylashtirilgan o'qitish tendensiyalariga mos ravishda olib borilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, kelajak magistrlarini shakllantirish uchun magistrlik ta'limida laboratoriya mashg'ulotlari kalit ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Ya'ni asos sifatida xizmat qilishi kerak. Ular talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan mustahkamlaydi va ularni ilmiy tadqiqotlarga tayyorlaydi. Innovatsion metodikalarni doimiy qo'llash va zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalash orqali ta'lim sifatini oshirishi mumkin. O'quv muassasalari va hukumatdan moliyaviy hamda texnik qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish magistrlik dasturlarining rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Bu investitsiyalar mamlakatning ilmiy-texnik salohiyatini oshirishga va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi. Demak, hurmatli talabalar, xulosadan ko'rinib turibdiki, barcha olib borilayotgan ishlarda mavzularda mos ravishda ta'kidlanib kelayotgandek, demak, kelajakdagi eng yaxshi mutaxassis bo'lib yetishish uchun nazariy bilimlarni amalda, ya'niki asosan laboratoriyalarda olib borilgan eng yaxshi, natijaviyligi yuqori bo'lgan va aniqligi va ilmiylikka asoslangan ishlar bilan olib borilishi, bu bizning kelajakka qo'shgan eng yaxshi hissamiz hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.